Assalomu alaykum, Instagram ahli, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Avvalambor hammalaringizga kattakon rahmat. Befarq bo'lmaganlaringiz uchun, like'larni bosganlaringiz uchun, qadrdonlar, biz Sodiq akani uyiga keldik. Ko'pchilikda yordam qilish kerak, mana bu darvozalarni qilish kerak, zabor qilish kerak, atroflarni aylantirish kerak. Ko'pchilik yozgan ekan. Xudo xolasa sizlarni poddeshkalaringiz bilan biz keldik. Yangi bemalol salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bizni qo'llab-quvvatlab oldin mana uy qurib berib, quduq qurib bergan yaxshi insonlar, yana bir marta sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapmiz. Butun O'zbekiston xalqini, shu musofirda yurganlar, shu o'zimizni ta'mirjonli xalq, kim qo'ldan kelgancha quvvatlasanglar, mana shu hovlimiz sizlar yaxshi insonlar tufayli o'ralib qolsa, bir umr sizlarni duo qilib o'tardim. Chunki muhtoj bo'lmaganimda bunchalik qilib aytmasdim. Oldin ham shu aytishgacha ulgurmagandim, chala bo'lib qolganida mana shu ahvol turibdi, chunki qurbimiz yetmaydi. Xo'jayinim ishsiz, o'zim oyligim undan ortmaydi oilamdan. O'shanga ozroq meni qancha ozgina bo'lsa ham qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlasanglar, sizlar yaxshi insonlar tufayli bizning sharoitimiz yana ham bir hovlilar o'ralib, men ham ishga xotirjam borib kelardim va sizlarni bir umr duo qilib o'tardim. Ilohim bizni qo'llab-quvvatlagan, musofirda yurgan bandalar, shu Talmarjonda, O'zbekistonda yashayotgan xalq uchun Allohim ikki dunyo saodatini bersin. Bir umr tanijonlari sog' bo'lsin. Farzandlarining baxtiga, oilasini baxtiga, ishlarining rivojini bersin. O'zlari hech qachon kasal bo'lishmasin va bizga o'xshab hech kim hech qachon muhtoj bo'lmasin. Iloji bo'lsa yordam qilishlaringizni so'rab, yana bir marta sizlardan yordam so'rab qolamiz. Xo'p, aziz do'stlar, bu yoqqa o'zi ko'p xarajat ketmaydi, chunki bu yoqda bir qaroqchi bor ekan, bilmadim, uni hech kim yig'ishtira olmayapti, yig'ishtirib olmayaptimi? Bitta qaroqchi bor ekan bu yoqda. Mana shu yerdan shunday bitta devor qilib, bitta kalitgacha qo'yib qo'yaylik, mana bu yoqda kichkinagina darvozacha qo'yib qo'yaylik va mana bu pastda. Mana shu pastda shunday qilib bu yoqdan yopib yuboraylik. Bu yoq necha metr chiqdi komil? 4 metr chiqdi, bu yoq 6 metr. Bu yoq 10 metr joy ekan. Hozircha endi pastga ham o'rashimiz kerak. Bu yoq endi sizlarning poddeshkalaringiz bilan ko'pdan emas, 5 mingdanmi, 10 mingdanmi, kim imkoniyati qanchaga yetadi? Chunki yangani o'zini kartasini qo'yamiz. Nima bo'lib chiqadi kartangizda? O'zim ismi familiyam chiqadi. Fayzullayeva Feruza Toshqulovna bo'lib chiqadi. Feruza bo'lib chiqadi. O'zlarining kartalariga gazini bosamiz qadrdonlar. Qo'limizdan kelgancha 5 ming, 10 ming qayerlarda qolib ketmaydi. Hozir to'g'risi mana bu yerda yosh bolalar bor. Mana bu yerda bir qaroqchi bor ekan, otani yozma kim degan, kelib o'sha ekan eshiklarni sindirib tashagan, qanchadan qancha ayollar toshlar bilan urgan, yangani o'zini ham yo'lda qo'rqitgan ekan, toshni olib quvib. U kim bilan nima maqsadda kelgan? Shuning uchun jigarlar mana shu chiroyli qilib yopaylik. Yangi bolnitsada ishlaydi, Talmarjonliklar ko'pchiligi taniydi yangani. Bolnitsada smenada ishlaydilar. Farzandlari uyda yolg'iz qoladi. Sodiq akam ishga chiqib ketib qolishlari mumkin.